Bu mana bu nima narsa bu? Nima bu? Qanaqa shilding? Qara narsalari qolib ketgan. Parda shilgin dedim, fenda qizdirib shilgin dedim men senga. Bu nima ahvol? Ozgina vaqt ketadi bunga. Qoch, doktor kelyapti. Bu katastrofa emas, bu hech narsa emas. Buni yo'llari bor, buni bilmaysizmi? Mana hozir sizga o'rgatib beraman. Sizlar ham qarab turinglar qanaqa pishirilishi buni. Men sizlarga buni hozir o'rgataman. Sizlardan bitta iltimos. Bugun bormanmi, ertaga yo'qmanmi, issiqjon bilib bo'lmaydi. Shuning uchun podpiskani bosib qo'ying. Men bo'lmasam ertaga maslahatlarim ishlaydi. Любой idish yuvadigan jiddiy bo'lsa bo'ldi. Любой. Kaplyami, ferimi. Mana shuncha suv qo'ydim, yarim suv qo'ydim. Bunga mana shu 2-3 qoshiq bo'ldi. Sirpanadigan darajada bo'lsa bo'ldi. Solamiz. Bo'ldi. Aralashtirib yuboramizda, mana bunaqa malyarniy nosh lezbiyada. Buni olamiz, mana bunday qilib sepamiz. Yig'ilgandan keyin mana bunday qilib turib, mana yop tashlaymiz. Dalishi mana. Bu tonirovkani izi bir qaraganda tozalash qiyin ko'ringani bilan mana 2 minut 3 minut vaqt. Hech narsa qolmaydi. Qalay bo'pti? Nurmi? Nur. Shunaqa sifatli iz qoldirmaydigan tonirovkalar kerak bo'lib qolsa, bizga murojaat qilaverasizlar.